Qarang, Azim Toshkent qanday o'zgargan. Bir necha yil ichida o'zining arxitekturasi bilan hayratga soladigan binolari va turar joy majmualari paydo bo'lgan zamonaviy megapolisga aylangan. Qadimdan donishmandlarimiz bunyodkorlik ishlari ko'p bo'lgan yurt tinch va farovon yashaydi deb bejiz aytishmagan. Keyingi bir necha yil ichida iqtisodiy faollik va oqilona islohotlar respublikamiz iqtisodiyotining asosiy harakatlantiruvchi kuchiga aylandi. Boshida gumbazsimon ko'rinish bilan noodatiy bo'lgan bu mag'rur turgan binoni taniysizmi? To'g'ri aytingiz, bu poytaxt va respublikamizning ishbilarmonlik faoliyatining eng mashhur moliyaviy markazlaridan biri O'zbekiston banklari assotsiatsiyasidir. Hozirda assotsiatsiya banklarni qonuniy huquq va manfaatlarini himoya qiluvchi tashkilotga aylangan. O'tgan 30 yil davomida u yangi loyihalarni ishlab chiqib, o'z ustida muntazam ishlab bormoqda. O'zbekiston banklari assotsiatsiyasiga 30 yil to'ldi. Bu mamlakatimiz bank sektoridagi eng birinchilardan bo'lib tashkil topgan tashkilotlardan birining buyuk va shonli yubileyidir. O'tgan 30 yilga nazar soladigan bo'lsak, assotsiatsiya tomonidan tashkil qilingan yirik xalqaro forumlar, mahalliy va xorijiy ekspertlar ishtirokidagi B2B uchrashuvlar, seminar treninglar, davra suhbatlari, respublika bo'ylab o'tkazilgan dolzarb mavzulardagi ochiq muloqotlar, ilmiy amaliy anjumanlar ko'z oldimizdan o'tadi. Assotsiatsiyaning asosiy yo'nalishlaridan biri banklarni ko'p qirrali qo'llab-quvvatlashdan iborat. Asosiysi bank xodimlarining kasbiy malakasini oshirish, mijozlarga xizmat ko'rsatishda sifatli va zamonaviy ko'nikmalarni o'rgatish maqsadida tizimli o'quv dasturlarini tashkil etib boradi. Treninglar o'tkazishda avval ham hozir ham assotsiatsiya xorijiy banklarning metodlari va tajribasini o'rganib boradi va ulardan mijozlar bilan ishlashda eng qulay va samaralilarini tahlil etib, treninglarda joriy qiladi. Jumladan so'nggi paytlarda dunyoning yetakchi banklari mijozlar bilan ishlashda raqamli texnologiyalardan keng foydalanmoqda. IT sohasi esa bank xizmatlarini olib borishda eng asosiy omillardan biriga aylanishga ulgurgan. Aynan shuni inobatga olgan holda assotsiatsiya bu mavzuda ham tizimli o'quv kurslarini tashkil etib bormoqda. Quyosh energiyasi an'anaviy energiya manbalariga strategik muqobillardan biri bo'lib, u insoniyatga ekologik toza energiya turlariga o'tish imkoniyatini beradi. 2020-2030 yillarda O'zbekiston Respublikasini elektr energiyasi bilan ta'minlash konsepsiyasida belgilangan ustuvor vazifalarni bajarish, shuningdek yuqori samarali energiya ishlab chiqarish texnologiyalari asosida yangi ishlab chiqarish quvvatlarini qurish, qayta tiklanadigan energiya manbalarini rivojlantirish va ulardan foydalanishni kengaytirish hamda integratsiyalashtirish maqsadida O'zbekiston banklari assotsiatsiyasi o'z hududida birinchilardan bo'lib quyosh panellarini o'rnatdi. Tashkilot hududida fotoelektr stansiya qurilishi 2023-yil dekabr oyida boshlangan va 2024-yilning oktyabr oyida yakunlangan. Assotsiatsiya hududida Sonova Solar kompaniyasining 2011 ta quyosh panellari o'rnatildi. Shulardan 1893 tasi assotsiatsiya hududida bo'lsa, binoning gumbaz qismida 54 ta, tom qismida 64 ta quyosh panellari joylashtirilgan. Shuni ta'kidlash kerakki, fotoelektr stansiyalardan foydalanish orqali atrof muhitga hech qanday zararli gazlar chiqmaydi. Demak, bu nafaqat ekologiya uchun foydali, balki elektr energiyaga sarflanadigan xarajatlarni ham sezilarli darajada kamaytiradi. 2025-yilning 4 oy davomida O'zbekiston banklari assotsiatsiyasi fotoelektr stansiyasidan 2800 ming kilovatt quvvat ishlab chiqarildi. Shahardan esa 205 ming kilovatt elektr energiyasi iste'mol qilingan. O'zaro hisob-kitoblar balansi 75 ming kilovattni tashkil etdi. Shuningdek, 2025-yilning yanvar-aprel oylarida shahar tarmoqlariga 107 million so'mlik 148 ming kilovatt elektr energiyasi eksport qilindi. Eslatib o'tamiz, 2025-yil davomida quyosh panellaridan foydalanish banklar assotsiatsiyasining elektr energiyasiga bo'lgan shaxsiy ehtiyojini 110% ga to'liq qoplaydi va ishlab chiqarilgan ortiqcha elektr energiya shahar elektr tarmoqlariga eksport qilinadi. Albatta, ushbu videorolikda O'zbekiston banklari assotsiatsiyasining uzoq yillik faoliyatini, barcha jihatlarini, erishilgan yutuqlarni har tomonlama ko'rsatib bo'lmaydi. Lekin assotsiatsiya respublika iqtisodiyotining asosiy tarkibiy qismi bo'lgan mamlakat banklarini doimo qo'llab-quvvatlab,
Ular orqali kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirishdagi muhim rolini alohida ta'kidlash kerak. Davlatimiz tomonidan so'nggi yillar davomida erishilgan muvaffaqiyatlar bugun jahon hamjamiyatining munosib bahosini olmoqda. Bunda esa kichik bo'lsa-da, O'zbekiston Banklar Assotsiatsiyasining 30 yillik faoliyatining hissasi ham kattadir.